O'lim to'satdan kelib qolishi bor. Shunday ekan, tavbangizni yangilab turing, toki qalbingiz poklanib tursin. Nafl va zikrlardan iborat muayyan qo'shimcha ibodatlarni odat qilib oling. Sizga ma'siyatni yengil yo chiroyli ko'rsatadigan joylardan chetlaning. Ma'siyatga chorlovchilardan ajraling. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytadi: Alloh qanday narsaga buyurgan bo'lsa, albatta u ishda yordam beradi. Nimadan qaytargan bo'lsa, albatta undan hojat bo'ladi. Ma'siyat lazzatiga tortuvchi narsalardan xalos bo'ling. Dinlariga e'tiborli, dunyolarida muvaffaqiyatli solihlar bilan do'st tutining. Chunki ular sizning ma'siyatdan qaytishingizga ko'makchi va qo'llab-quvvatlovchi bo'ladi. Soliha juftga uylanish ham sizni toatga yetaklaydi va tavbani muhofaza qilishga yordam beradi. Foydali ilm o'rganing. Olimlarning ilm majlislari va suhbatlariga qatnashing. Dunyo va oxiratingizga foyda beradigan foydali darslar bilan mashg'ul bo'ling. Nafsiy va ruhiy tarbiyaga oid kitoblarni o'qing. Ota-onangizga yaxshilik qiling. Silai rahmni bog'lang. Kichkina ukalaringizga ibodatlari va darslarida ko'maklashing. Jamiyatga foyda keltiradigan ishlar bilan shug'ullaning.